Assalomu alaykum hurmatli podpischilar, aziz do'stlar. Xabaringiz bor. Yangi Toshkent loyihasida lot 102 bo'limi, ya'niki stadion qismida Yangi Toshkent Arena nomli stadionimizda qurilish jarayonidamiz. Yaqinda prezidentimiz kelib ketganlardan so'ng tasdiqlangan proyektlarimiz bo'yicha 6 etajlik bo'ladigan bu stadionimiz va 55 ming odamga xizmat qiladigan stadion qurilishi tasdiqlandi. Va mana oxirgi poydevor, ya'niki tamal qismlarida betonlarimizni olish jarayonidamiz. Betonlarimizni olishni davom qilyapmiz. Bir inshoot ishchilari ko'magida betonlarimizni, Avrasiya firmasi ko'magida texnikalarimiz xizmatda. Nasib qilsa bu yerda mana bu poydevor bo'lib turgan qismida hozirda tribunalari tiklanadi. Poydevordan tashqi tomonlar, mana bu tomonlarimizda nasib qilsa stadionimizni atrofini o'rab oladigan devorlarimiz uchun qaytadan poydevorlar va qaytadan pardalar, ya'niki o'zbek tilida aytganda devorlar tiklash jarayonlari davom qilinadi. Va bu yerdagi tuproq qismlarimiz testlardan barisi o'tib, tuproqlarimiz beton olinishga tayyor bo'lib turibdi. Nasib qilsa proyektlarimiz kelib tursa, dalish ishlarimizni yana davom qilaveramiz. Mana bu yerda esa nasib qilsa 75 metrlik kameralarimiz, ya'niki futbol bo'lib turgan futbollar, marafonlar, musobaqalarni to'g'ridan-to'g'ri efirda ko'rsatishimiz uchun stadionimizni 4 tomonda 1, 2, 3 va 4 tomonda 75 metrda juda katta kameralarimiz o'rnatiladi va har bir bo'lib turgan marafonlar, futbol o'yinlari, har bir ishtiroklarni to'g'ridan-to'g'ri ko'rish imkoniyatiga ega bo'ladi odamlar. Bu yerda esa kolonna qismlarimiz, kolonnalarimiz to'qish ishlari va qoliplarni yopish, betonlarni olish jarayonlari ketmoqda. Har bir armaturalarimiz, har bir bo'lib turgan kolonnalarimiz turk texnologiyalari asosida va O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan tasdiqlangan standartlar asosida bo'lyapti. Narigi tomondan esa A blokimizda, ya'niki stadionimizni birinchi qadrlab turgan bloklarda hozir уже 4-etajimizni pol qismini, armaturalarni to'qish jarayonlari ketmoqda tribunalarimizda. Va har bir bo'lib turgan mana etajimizda, har bir qavatimizning orasida yana qo'shimcha yonlariga tribunalar uchun betonlarimiz hali quyib boriladi va bir-biriga qo'shimcha sifatida qo'shib boriladi. Nasib qilsa qo'llab-quvvatlab tursangizlar do'stlar, sizlar bilan birgalikda hammasiga birgalikda erishamiz va hammasini birgalikda quramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.